Salom do'stlar, Accessus kanaliga xush kelibsiz. Bugun AirPods 2 Dubai versiyalarimizni to'liq video obzorini ko'rsatamiz. Ko'rinishi, sifati, xususiyatlari hamma narsani batafsil ko'rib chiqamiz. Video oxirigacha qoling, foydali ma'lumotlar bo'ladi. Boshladik. Mana AirPods 2 Dubai versiyamizning korobkasi. Ko'rinishlariga qarang, original bilan deyarli bir xil qilib ishlangan. Mana bu qorasi. Endi oqni ochib, ichida nima borligini ko'rsatamiz. Bismillah. Korobkamizni ochamiz. Demak, korobkasining ichida o'zining hujjatlari, yo'riqnomalari original bilan birga bir ishlangan. Naushnikimiz, keyslari va USB to Lighting kabellari chiqadi. Naushnikimizni keysiga keladigan bo'lsak, mana akkuratni salafanchaligi solingan. Keysimizni o'zi oq glansiy yaxshi materialdan ishlangan. Mana bu yerda Dubai yozuvlari bor. Dubai versiya bo'lgani uchun. Mana bu yerda indikator chiroqlari bor. Hozir kameraga qarab ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Yashil chiroq yonganda zaryadkasi bor bo'ladi, qizil chiroq yonganda zaryadkasi kam qolgan bo'ladi. Orqasidagi knopkalari telefonga ulanayotganda ishlatiladi. Zaryadkaga qo'yadigan joylari lighting bo'ladi. Mana lighting tarafini AirPodsga tiqib, USB tarafini zaryadchi golovkaga tiqib, zaryadga qilaverasizlar. Mana keyslarini ko'rdik. Magnet loklari juda yaxshi ishlayapti. Ochilib yopilishlari zo'r, xuddi originalli o'zi. Endi quloqchinlarimizga keladigan bo'lsak, quloqchinlarimizni mana hamma narsasi gravirovkalari xuddi original bilan birga bir ishlangan. Mana bu yerda yozuvlari ham bor. Hamma narsasi xuddi originalni eslatadi. Bu AirPods 2 Dubai versiya naushniklarimiz, bilasizlar, sensor joylari bu yoqda bo'ladi. Mana quloqchinlarimiz o'zi. Ichida magnet joylashuvi bor. Quloqchinlarimiz keysga oson joylashadi. Mana keysimiz ichlarida ham yozuvlari bor. Xuddi original bilan bir xil. Hozir endi buni tarozida og'irliklarini ham ko'rib chiqamiz. Mana AirPods 2 Dubai versiyamiz 42 gram chiqdi. Endi buni telefonga ulanishini ko'rsatamiz. Birinchi mana iPhone ga ulab ko'ramiz. Demak, naushnikimizni keysini ochganimizda mana iPhone'da animatsiya chiqadi. Продолжить bosamiz. Подключение botdi va ulandi. Mana bu yerda ham naushniklarimizni emblemasi chiqyapti va mana ko'rsanglar bo'ladi, quloqchinlarimizni zaryadkalarini alohida ko'rsatyapti. Продолжить bosamiz va ulandi. Mana настройкаga kirganingizda AirPods настройкасida seriyniy nomer degan joyda seriyniy nomerlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana keysga chap taraf quloqchinniki va o'ng taraf quloqchinniki. Endi bu AirPods'imizni Android telefoniga ulab ko'ramiz. Mana bu telefonimiz Redmi. Naushnikimizni ochib olamiz. Bluetooth'ni yoqamiz. Bluetooth настройкалariga kiramiz. Mana AirPods topdi. Ulanmoqda. Va mana ulash tugmasini bosamiz. Bog'lanmoqda. Va ulandi. Hozir bu Redmi telefoniga ulandi. Huawei, Samsung barcha Android telefonlariga shu tarzda ulanadi. Hozir endi bu AirPods'imizda musiqa eshitib ko'ramiz. Endi ovoz sifatiga o'tamiz. Mana hozir musiqa eshityapman, ovoz sifati yaxshi. Baslari kuchli, yuqori tonlari tiniq. Arzon kopiyalarnikidek ortiqcha shovqinlar yo'q. Musiqani maza qilib eshitsa bo'ladi. Quloqda ham turishlari yaxshi. Sport paytida, ishda, o'qishda, hamma joyda ishlatishga qulay. Bu AirPods'larimizni zaryadkasiga keladigan bo'lsak, batareyalari quloqchinlarni o'zini 4-5 soat ishlatsanglar bo'ladi, 4-5 soatga yetadi. Keysi bilan birga 12 soatdan 24 soatgacha ishlatsanglar bo'ladi. Ovoz balandligiga qarab o'zgaradi.
zaryadka olishi keysi 1,5-2 soatlarda zaryadkasi to'ladi. Endi shu naushnikimizni qorasi ham xuddi oqi bilan funksiyalari, hamma narsalari bir xil. Razmerlari, ichidagi quloqchin razmerlari, zaryadkani yetish vaqtlari, musiqa sifatlari, hamma funksiyalari bir xil qilib ishlangan. Faqat buni farqi bu glansiviy emas, matoviy qilib ishlangan bo'ladi. Qolgan hamma funksiyalari, razmerlari, gravirovkalari, hamma narsalari bir xil bo'ladi. Endi bu naushniklarimizni plyus minuslariga keladigan bo'lsak, hop, plyuslari ko'rinishi original bilan juda o'xshash, birga bir qilib ishlangan, hamma narsasi bir xil. Sifati arzon kopiyalarnikidan ancha zo'r. iPhone ga ulanganda animatsiyalar chiqadi. Ovoz sifatlari yaxshi, batareyasi uzoq ishlaydi. Hamma telefonlarga oson ulanadi. Narxi qulay va eng asosiysi 18 oy kafolat beramiz. Minuslariga keladigan bo'lsak, 100% original emas, bu kopiya. Shovqinni kamaytirish anisi funksiyasi yo'q va besprovodnoy zaryadka MagSafe orqali zaryadka olmaydi. AirPods 2 Dubai versiyamiz bu narxiga mos yaxshi variant deb o'ylayman. Ko'rinishi chiroyli, sifati yaxshi, ishlatish uchun qulay, original bilan bir xil ko'rinishga ega va bu naushniklarimizga bonus sifatida silikon chexol bepul qo'shib beramiz. 18 oy rasmiy kafolat beramiz. Video yoqqan bo'lsa, videoyimizga like bosing, kanalga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Access.uz, ishonch va sifat. Xayr.